36 yil dars beribsiz. 36 yil dars berdim. O'qituvchilikni boshlaganda sahr bormidi? Yo'q-da. Qayerdan keldi u sahr? Bilmayman. Boshlang'ichga dars berasizmi? Yo'q, kattasini. Kattasi. Maktabda nagruzka kattada. Bola bilan ishlash qiyin-da. Qiyin. Bola bilan ishlash qiyin. Bir kunda kamida 150-200 ta bolaga kirasiz. Har xil oiladan chiqqan o bolalar. Ichida kamida 5 ta to'polonchi bo'ladi. O'sha bilan muomala qilishga majbursiz. Doimiy asabbuzarlik sahrga ham olib kelib qo'ydi. Kim biladi endi? Oilangiz tinch bo'lsa? Oilam tinch. Demak, demak, nasl, Yo'q. doimiy stress, Yo'q, naslda ham yo'q. naslda. Bo'lmasa maktabda orttiribsiz-da sahrni. Bilmayman qayerdan orttirdim buni. Qayerda, qaysi maktabda ishladingiz o'zi? Qashqadaryoda. Qashqadaryoda katta-ku endi. Qarshidami? Yo'q, G'uzorda. G'uzorda. Nechinchi maktab? 75-maktabda. G'uzorda 75-maktabda o'qigan kim bo'lsa, qaranglar ekan, mana. Xumor opamiz sahrni diabet bilan operatsiya bo'ldilar. Xudoga shukr, inshaalloh. Mana sahrni diabetdan qutuldilar. Kelganda ahvollari yaxshi emas edi. Xumor opa kelganda ahvolingiz qanaqa edi? Nimalar bezovta qilardi sizni? Ayting sahrdan. Necha yil sahr bo'lgansiz o'zi? Sahrni bilganim 5 yil bo'ldi. Undan oldin bilmaganman necha yilligini. 5 yildan buyon sahrni bildim. Oyoq og'riq, bosh og'riq, peshobga tez-tez chiqish, buyrakda og'riq. Umuman bezovta bo'lardim. Asab tinchmas edi. Asab Sahrni diabet nasl tortadi deydi, boshqa deydi. Lekin ko'p undan bo'lib nasl tortmaydi. nasl umuman Nasl tortmaydi. Xo'p, Xumor opa, oyoqda og'riqdan yaxshi uxlarmidingiz? uxlolmasdim. Uxlolmasidingiz. Kechqurun siyishlik chiqardingiz, ko'p shu peshobga chiqardingiz. Uyqu yaxshi emas edi umuman. Kechasi operatsiyadan keyin shunday mazza qilib uxlayapman. Boshimda og'riq yo'q, peshobda chiqish yo'q, chanqash yo'q, oyoqda og'riq yo'q. 3 kundan beri mazza qilib uxladim. Rahmat sizga. Mana shu klinikaga rahmat. Klinikani men bizani sahrni diabet gruppamiz bor. O'shanda Ijobat opa operatsiya qildirib ketdilar yaqinda. Bilaman. Ijobat opa bilan maslahatlashib keldim. Undan oldin Ranopa ham operatsiya qildi. Ranopa tavsiya etdilar. Boring, qildiring, juda sog'ayib ketadi. Juda xursandman men. Hamshiralari ham juda yaxshi qarashdi. Doktorlar mehriboniga hammaga rahmat. Yaxshi. Juda minnatdorman klinikadan. Kelgandan afsuslanmayman. Juda sog'ayib hozirdan baquvvat bo'lib ketyapman. Harakatingizga hali ham ishlayapsizmi G'uzorda? Ishlayapman. Nimadan dars berasiz? Ona tili adabiyotda. Ishlayapman. Pensiyaga chiqqanman, lekin ishlayapman. Navoiy she'rlari, Bobur she'rlari, hammasi yoddan bilsangiz kerak. Shunday. Til yaxshi deb, ona tili adabiyoti. Хорошо, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Biz ham sizga o'xshagan insonlarga yordam berganingizdan bag'oyat xursandmiz. Avvalambor sog' salomat bo'lib yuring. Aziz do'stlar, Xumor opamizni masalan Qashqadaryoda G'uzor tumanida maktabda bir necha yildan beri ishlab, maktabda doimiy asab ketadi-da o'qituvchilarda. Men bilaman, o'zimiz o'qituvchilar ham, boshqasi ham. O'zim ham dars beraman, men ham studentlarga dars beraman, leksiya o'qiyman studentlarga. Bilaman-da, bularning ichida qanaqa asab, bitta leksiyaga kirib chiqqandan ko'ra 2 marta operatsiyaga kirib operatsiya qilib chiqqanimiz yaxshi-da. Asabingiz o'ynab ketadi-da. Studentlar ham har xil bo'ladi. Kimdir to'polonchi gaplashib o'tiradi, joningizni berib leksiya o'qiysiz, lekin ayada ikkitasi bijir gaplashib o'tiradi-da o'zi bilan o'zi. Butun asabingizni buzib yuboradi. Keyin turg'izamanda chiqib ketdingmi yoki o'zi jim o'tir eshitdingmi, boshqalarga xalaqit bermadingmi. Ko'ngildan chiqarib o'qiysizda leksiyani. Endi siz 36 yildan beri ishlayapsiz. Yosh bolalar bilan ishlash juda qiyin. Biz kattalarga-ku dars beramiz. Shunday. Yaxshi. Demak, qon bosimlaringiz hozir yaxshi, uxlashlaringiz yaxshi, oyoqda og'riqlaringiz yo'q, hammasi ketdi. O'zingizni yaxshi his qilyapsiz. Bu yog'iga bizlar nazoratda bo'lib turasiz bir oy. Xumor opa, necha kun vaqtingiz ketdi shu kasallikka? Bizga kelib mana chiqib ketayotgan. 3 kun, 3 kunda. 3 kunda ketyapsiz. 3 kunda ketyapman. 3 kunda. 3 kunda ketyapsiz. Endi Qarshidan kelib ketishingizgacha umuman 7 soat vaqt ketadi. Qancha vaqtdan beri bizani kuzatib kelyapsiz? Mana shu klinikani kuzatganim Ranopa operatsiya bo'ldilar. Ha? O'shandan keyin kuzatib boshladim-da. Undan oldin qayerlar? Undan oldin Turkiyani havas qilib yurdim. Turkiyaga qandoq borib kelaman deb. Undan keyin sihatga tavsiya etishdi. Sihatga telefon qildim, sizni vazningiz yetmaydi dedi. Og'irligingiz. Bu yerga nimasi yaxshi ekan? Og'irlik muhim emas ekan. Ariq odamni ham operatsiya qilishaver ekan. Og'irlik muhim emas ekan. Keyin men joyim shar ekan dedim-da, xursand bu. Shu 20 kunlardan beri aniq boraman deb o'zimga kuch-quvvat, ishonch hosil qilib yurdim. Hozir bizlarning metodikalarimiz o'zgarib ketyapti. Endi
zamon takomillashyapti. Turetskiy metodika bo'yicha oldin qilardik. Hozir Xitoy metodika o'tyaptik. O'zi hamma Xitoyga qarab ketib qolyapti-ku. Hamma narsamiz Xitoy bo'lib ketyapti. Mashinalarimiz Xitoy, samolyotimiz, texnikamiz, hamma narsamiz, mashxonada ham 90% Xitoyda. Unda Xitoy metodikasini bitta yaxshi tomoni bor ekanki, bu oldingi metodlarimizga nisbatan asoratlar, oldingi metodlarimizga nisbatan o'sha oqsil vitamin yetishmovchiligi degan muammolarni kamroq so'zlab qiladi.